Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Ulug'bek. Bugun ko'rib turganingizdek assortimentimiz juda ham ko'p. Har xil modellardan kelgan. Bunaqa antiqa, arzonga zo'r modellar desanglar, bunaqa Nothing Phone'lar kelgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Orqasi yonigan 8 ga 256 talik, 128 talik emas, korobkalilari kelgan. Samsung S25 lar bor. Yangi modellar. Bunaqa kuchli ishlagan. X'lar kelgan, yangi 0 sikl batareya yomkisi 100, o'zini родной pрошивкасы turibdi. Ani 12, 13, iOS 14 versiyada turibdi. Yangi, mutlaq yangi garantiya beramiz. Har xil modellarimizdan bor. Xo'sh, shularni narxi bilan tanishtirib o'taman. Qani bo'lmasam ketdi. 1-2-3. Xo'sh, birinchi olib ko'rsatgan telefonim iPhone SE 64 talik, 76 yomkis, qora rangda. Idealniy holatda turibdi. Korobkasi skidka narxda qilib beramiz. $110 qo'yib yotdik. $105 ga beraveramiz. 105, ya'ni bitta dona dollarga, bitta dona dollarga 60 ming so'mga ushbu telefonni xarid qilsanglar bo'ladi. Keyingi modellarimiz iPhone XS Max'lar 160 ga $160 qilib beramiz. Ushbu telefonimizni mana buni ham hech qayerda alishmagan telefonimizni ham 160 beraveramiz. Orqasiga batareya yangi qo'yilgan 256 talik XS Max'imizni ham $160 ga beraveramiz. Keyingisi XR, idealniy XR so'raganlarga umuman tochkasi yo'q, mana ko'rsanglar bo'ladi. Hech qanaqa pochka qirilgan joylari yo'q. XR'imiz bor. 64 talik, 78 yomkis, korobka dokumentli. Shu telefonimizni ham $160 ga beraveramiz. Kelib bemalol so'mni yoki naqdni to'lov qilib, dastavkaga ham xarid qilsanglar bo'ladi. Uyingizdan o'tirib klik qolasizlar. Biz o'zimiz BTS dan chiqib, BTS dastavkasi tekin bitta siklo bonus qilib yoki chexol bonus qilib sizlarga chiqazib yuboramiz. Chiroyli xizmatlar ko'rsatib. Keyingi modellarimiz iPhone 11 lar 170 ga $180 qilib beramiz. 128 talik mana face ishlamaydi. To'g'rilisi bo'ladi. Face'ini lekin o'zim tekshirib ko'rdim. To'g'rilisi bo'lar ekan 150 mingga to'g'rilab berishadi. $170 qilib beramiz. 64 talik 73 yomkis face'lari ishlaydi. Hamma yo'q ishlagan telefonimizni $180 qilib beramiz. Ushbu telefonlarimizni 11 larni boshiga 1 million berib, rassrochkaga olsanglar bo'ladi. Rassrochkaga olmoqchi bo'lsanglar, do'konimizga kelishinglar shart. Rassrochkaga dastavka yo'q, chunki bu kelganinglarda shartnoma tuziladi, qog'ozga yozib berasizlar. Ichiga i-kod qo'yib sizlarga qilib beriladi. Boshiga 1 million berib ushbu telefonlarimizni xarid qilsanglar bo'ladi. Bunaqa arzonroqlari ham bor. 11 ekrani alishgan $160 qilib beramiz. Face'lar ishlaydi, qizil rangda. XR narxida 11 olib ketsanglar bo'ladi. Ko'p turganinglardek. Keyingi modellarimizga kelinglar. Birinchi X arzonchilari bilan ko'rsataman. X'larim bor, arzonchi mana. $110 dan qilib beramiz. Ushbu X'larni 64 talik batareya yomkisi 100, 64 talik batareya yomkisi 93. Mana X'imizning ekranlari original, ko'rib turganinglardek. Romkalari ingichka. Face ID'si ishlamaydi. Buni ham Face'ini 150 ming to'g'rilatib olsa bo'lar ekan. Narxini $110 qilib beramiz. X'lar variantga yo'q, chunki o'zi narxi arzon. Yana bitta mana X'imiz bor. Buni ham Face ishlamaydi. Buni ekrani alishgan. Ko'rasizlar, yaxshi kopiya qo'yilgan, romkalari qalin. Buni narxini ham $110 qilib beramiz. Buni ham Face ishlamaydi. Keyin XS'imiz bor, 256 talik, batareya yomkisi 75. Ekranlari родной. Narxini $160 qilib beramiz. Juda ham zo'r holatda turibdi bu XS'imiz. Keyin ko'rsatilgan telefonlari mutlaq yangi iPhone X'lar. Bunaqani menimcha topishinglar qiyin. Plyonkalarda turibdi o'zini. O'zim bitta aynan mashina olib tutib kelyapti, chunki iOS versiyasi iOS 12 ekan. Mana buni qarang. Bunda bossanglar eskicha gronkisi ko'rasizlarmi? Bunaqasini topishinglar qiyin, topa olmaysizlar ham. Vashcha zo'r holatda turibdi. Mana qaranglar. Batareya yomkislari 100. Mana beta degan yozuv. Eski versiyada beta degan yozuv bo'lardi. Mana batareya yomkisi 100. Eng qiziq versiyani qaranglar, versiyani. Versiyasi 12.11. Aynan Mash-X o'zini tutqum kelyapti, chunki versiyasi eski, mazza qilasizlar tutib, chunki u payt iOS versiya tez ishlagan. Bilsanglar kerak, iOS versiya oshgan sari telefon qotadi, kamerasi tutalashadi. Bunda o'zini родной taqdim etilgan versiyasida turibdi. Yana mana qora ranglaridan ham bor, yangi plyonkalarda turibdi. Mana qaranglar. Idealniy turishini qaranglar, mana qaranglar. Bizlarning soxta gap emas, rostdan idealniy turgani uchun aytmoqmiz. Bir xillar bor, idealniy deydi, lekin biz rostdan aytmoqmiz, chunki idealniy. Yaltirashini qaranglar. Plyonkalardan ochib, mana bunda o'sha iOS 14 versiya. Bunda ham batareya yomkisi 100. Mazza qilib tutasizlar deya bu telefonlarni xarid qilib. Juda ham zo'r telefonlar.
iloji boricha mana shu aynan yangi X'larni ham variantga qilib berishga harakat qilamiz. Iloji boricha kelaveringlar. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini $215 dan qilib beramiz. Chiroyli narxda yangi telefon olasizlar. Buni ham yangisini agar korobkali, upakovkada topaman desanglar, qimmat $600 atrofida. Biz sizlarga 3 barobar arzoniga mana shu yangi X'larni qilib beramiz. Bular ham kichkina korobkada kelgan, bu ham Apple tarafidan berilgan korobka, o'rin-o'rin, telefonni o'rniga o'rin bersa, mana shunaqa korobkada bo'ladi. Ham bitta imeykalari ham bor. Do'konimizdan 900% garantiya beramiz. Ushbu telefon yangi. Olib kelsanglar, makka tiqib kerak bo'lsa, sizlarga siklini, batareyasini, alishgan joylarini tekshirib beramiz. Mutlaq yangi telefon. Keyingi modelimizda mana buni ko'rsataman. Buni ko'rsataman, adashmasam. Mana shunaqa modelimizda bor. Nothing phone. Buni $180 qilib beramiz. Mana bunaqa gliflari bor, ko'rib turganingizdek, yonadi. 8 ga 256 talik, Snapdragon 778G protsessorida ishlaydi. Ko'rsanglar bo'ladi. 8 ga 256 talik, mana 778G plus protsessorida ishlaydi. Ichi ham xayri oddiy. Bir Samsungdan ham boshqa, Redmi'dan ham boshqa telefon ishlataman deganlar uchun mana shuni maslahat beraman. Orqasi ko'rinadi, gaplashayotganinglarda ham chiroyli turadi. Qo'yib qo'yganinglarda telefon qilsanglar ham yonib o'chadi. Yonib o'chishini ham ko'rsatib beraman sizlarga. O'zim shuni ikki modelidan ishlatganman. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ringtonga mos qilsa bo'ladi mana. Hozir mana. Qatdan yoqilardi. Mana. Yonib o'chishini qaranglar. Men sizlarga telefon qilishsa mana shunaqa bo'ladi, ekan mana bunaqa. Mana. Gudok ketayotganda. Funksiyalari juda ham ko'p. Narxini $175 qilib beramiz. Bu 8 ga 256, 128 talik emas. Keyingi modelimizda Samsung Galaxy S25, Snapdragon 8 Elite protsessorida ishlaydi. X Elite mana shunaqa eng kichik, eng zo'r proshifkada. Video sifati ham, rasmga olish ham juda ham zo'r ekan. 8K da oladi. O'zim bilsanglar kerak, tekshirib ko'raman telefonni. Samsung ishlatmayman, iPhone ishlataman, lekin bitta narsasiga tan berdim. Bu искусственный intellektga, Gemini'ga ana bu yerda bosib turib, любой narsani qilsanglar bo'lar ekan. Rasmlarni kачествосiga, rasmlarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana siz uchun olib qo'yganman. Rasmlar juda ham kачественный olingan. Bularda обработкалari bor. Buni narxi $640 bo'lyapti. 4 kunmi, 5 kun ishlatilgan. Korobka dokumentlari bor, USB-lari bor, hamma narsasi bor. Okaga yoqmadi, olib kelib topshirib ketdi, o'zlari iPhone qilib ketdilar. Yangi X'lar turishini qaranglar, mana. Aynan mashina o'zim ishlatgim kelyapti, mana mashina. Keyin ko'rsagan modellarim 11 Pro'lar 256 64 talik. Skidkada $230 dan beraveraman. Ulgurib qolinglar. Hech qanday alishmagan. Ikkalovining ham korobka dokumenti bor. Bularni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, boshiga $90-100 bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Keyin 13larimiz ham bor, bular ham LLA region, ko'rib turganingizdek, 100 yomkisi bor, 81, 90 yomkisli, 83, 80, 84 yomkisilari bor. Optim mana shu 5 tasini $370 dan qilib beramiz. Bitta ham yomkisi balani bor, 100 yomkisi 5 ta sikl. Buni ham vaqti ochilmay qolyapti. Menimcha 13larga sпрос kammi deyman. Buni $450 qilib beramiz. Buni yengisi $600 atrofida turibdi. $150 arzoniga 4 marta, 5 marta zaryadka qilganini olib ketasizlar. Do'kondan variant рассрочка ham qilib beramiz. 12 ta viloyatga pasport o'zi kerak bo'ladi, boshlang'ich to'lov bilan. U plastik shart emas, rasmiy ish haqqi, ish joy shart emas, dokumentlar shart emas, ZAKS qog'ozi shart emas. Pasportni olib kelasizlar, boshlang'ich to'lov qilib bemalol mazza tutib berasizlar. Keyin ko'rsagan modelim iPhone 14. Buni ham skidkada 13 narxida qilib beraman. 85 yomkisi korobkali iPhone 14. 13 narxida $370 ga qilib beramiz. Xo'sh, 13larga boshlang'ich to'lov $130 bo'ladi. $130 bilan kelib xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Keyin 13 Pro'larimiz ham bor. Mana taxlab qo'yganmiz. Bularni ham yomkislari TT 84, 83, 81, 82. Bizda yomkis ko'tarilmagan. Yomkis hammasiniki radnoy. Bir xil do'konlar bilanmi 11 Pro'ni 93, 95, 90 yomkisligini sotishadi. Ularga mutlaq ishonmayman men o'zinikiligiga, chunki 11 Pro'larning o'zi chiqqaniga necha yil, 6 yil bo'lib ketdi-da. 6 yil bo'ldi. Ularda 93 yomkisligini topishingiz juda ham qiyin. Optim sotishyapti, juda ham ko'p kolleksiyada, ularni ko'tariladi. Bizga kelgan telefonlarning hammasini mana MacBook orqali tekshirib olamiz. Pikl, yomkis alishgan joylarigacha garantiya berib sotamiz. Do'konimizdan 60 kun garantiya beramiz. Hamma modelimizdagi Android deysizlar, iPhone deysizlar. Xo'sh, 13 Pro lar kelgan bo'lsa, narxi $450 dan bo'lyapti. Mana bunaqa idealniy ko'k rangli, yashil ranglaridan bor. Yaltirab turibdi, ko'rsanglar bo'ladi.
Ushbu telefonlarimizda 450 dollar, boshlang'ich to'lov 160, 170 bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Iloji boricha qilib beramiz. Bizada oliy to'lovlari ham arzonroq chiqadi. Pastda nomerlarimiz bor, bizga bemalol qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi, Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda mana shu telefonlarning hammasini aktual narxlarini ko'rib borasizlar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Juda ham ko'p klientlar bizdan olgan, dastavkalar ham qilib berganmiz. Storylarda ko'rsanglar bo'ladi aktuallikda. Keyin ko'rsatilgan modelim 14 Pro lar. Bitta zo'rini olib qo'yganman sizlar uchun. 83 yomkiz, 128 talik. Hech qanday alishmagan, chaqa-chuqasi umuman yo'q. Ekranlari ham toza turibdi. 530 dollar qilib beraman. 530 dollar qilib beraman. Ushbu telefonni boshiga 200 dollar berib, 12 oygacha ham xarid qilsanglar bo'ladi. O'sha butun 12 ta viloyatdan Qoraqalpog'istondan kelasizlarmi, Xorazmdan kelasizlarmi, Nukusdan kelasizlarmi, Urgutdan kelasizlarmi qilib beramiz. Faqat do'konimizga tashrif buyurishinglar kerak. Keyingi modellarimiz 11 Max'lar, chetda qolib ketibdi bular, e'tibordan. Mana shu 2 dona qoldi. 260 dollarga 220 dollar qilib beraman. Mana bunimizni Face ID'si ishlamaydi. 71 yomkiz 64 talik. Face ishlamaydi, 220 dollar qilib beraman. 11 Pro dan ham arzonga olib ketsanglar bo'ladi. Keyin 12 Pro'larimiz ham bor. Ancha so'rashuvdi, ko'rsatinglar mashina 12 Pro'larni jigarlarga, YouTube podpисчикларga. Mana 73 yomkiz 128 talik bor. 280 qilib beraman. 83 yomkiz 128 talik. Bunaqani topishinglar qiyin. Yomkiz balandini topishinglar juda ham qiyin. 83 yomkiz 128 talik. Buni 300 dollar qilib beramiz. Boshiga 100 dollar bilan 110 yoki bo'sha 100-110 atrofida berib, rastochkaga olib ketsanglar bo'ladi. 79 yomkizligi ham bor. Idealniy mashina taklif beryapman. Ko'pchilik klientlar so'rasa 83 dan ham ko'rib, chunki buni holati hozir artib ko'rsataman, agar kameraga ko'rinsa yaltirab turibdi-da, просто holati juda ham zo'r turibdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Yaltirab turibdi просто. Bitta ham tochka joyi yo'q. Buni ham 300 qilib beraman. Boshiga o'sha 110, 100 bilan xarid qilsanglar bo'ladi 12 oyga. Mana 12 Pro'mizda bor. Menimcha 11 Pro'ni narxida sotilyapti. Bizda faqat 256 talik, batareya yomkisi 70. Ekranlari radnoy. Krishkasi alishgan faqat. Narxini 250 dollar qilib beramiz. 250 ga 11 dan 10 dollar, 20 dollar qimmatiga 12 Pro olib ketasizlar bizdan. Dastavka xizmati ham mavjud, dastavka ham qilib beramiz ushbu telefonimizni. Keyingi telefonlar 12 Pro Max'lar. Bulardan ham 5 dona qoldi. 76, 73, 79, mana bunaqa 256 qora bor, 76, 128 bor. Narxiga kelgan bo'lsa, mana bu telefonimizni 360 dollar qilib beramiz, mana buni 315 dollar qilib beramiz. Mana bu 73 330 qilib beramiz, 76 ni ham 330 qilib beramiz. Bitta mana bunimiz bor, buni 370 qilib beramiz. 12 Max'larni ham variant xarid qilmoqchi bo'lsanglar, boshiga 130 bilan qilib beramiz. Aytganimdek, ish joyidan propiska shart emas, ish joyidan dokument hech narsa shart emas. Pasportni olib kelasizlar, boshlang'ich to'lovni olib kelasizlar. MIBdan 200 million, 300 million qarsanglar bo'lmasa bo'ldi. Главный MIBdan qarsanglar bo'lmasin. Keyingi modellarimiz 13 Pro Max'lar. Bulardan ham 3 dona qoldi. O'tgan videomizda 11 ta edi. 3 ta qoldi mana. 85, 83, 82. Optimga uchalovini 520 dollardan qilib beramiz. 256, 128 aralash 520 dollardan. Boshiga 200 dollar berib, bularni ham variantga olsanglar bo'ladi. Zo'r telefon ishlatishga, PUBG o'ynashga ko'pchilik so'rayapti. 90 FPS ochgan telefonlar deb. 13 Pro Max'dan tepasi hamma Pro versiyalar ochadi 90 FPS. Keyingi telefonimiz 14 Max. Buni 510 dollar qilib beramiz. 128-82. Holati lekin yomon. Holati o'sha qirilib, chizilib ketgan 510 dollar qilib beramiz. Даже aytgan narximdan ham arzon. Keyin 15 Pro keldi. Ana kuni Instagramga qo'yib, YouTube'ga ham qo'yuvdim. Prosmotr bittada yig'di. U sotilib ketdi. 15 Pro'miz. Yana bitta keldi. 128, 90 yomkiz, korobkali, 3 ta region, chiroyli region, 3 ta. Narxini 620 qilib beramiz. Buni ham boshiga 250 lar bilan rastochkaga olsanglar bo'ladi. Ushbu telefonimizni ekrani alishgan, o'zim ishlatgan telefon bu. Shaxsan o'zim ishlatganman. Ekran original ekran qo'yilgan. Etib sotamiz. Biz nima yolg'on yo'q. Mana bu yerda ошибкasi ham bor. Lekin xalaqit bermaydi, ishlatsanglar bo'ladi. Keyinchalik sotmoqchi bo'lsanglar ham olib kelsanglar, o'zim olib qolaman ushbu telefonni, o'zim olib qolaman. Chunki o'zim ishlatgan zo'r telefon, qo'limdan o'tgan korobkalari bor. 15 Max'imiz ham bor. 91 yomkiz 256 natural rangda. Ideal holatda turibdi. Buni narxi 820 dollar qilib beramiz.
boshiga $300 bilan rassrochkaga olsanglar bo'ladi. 15 Pro Max natural titan korobka dokumentli. Keyingi model 16 Max ile bo'lib yangi. Faqat O'zbekistonga kelayotganda muammo bo'lib, korobkasi qolib ketgan. 0 sikl, aktivatsiya ham qilmadik hali, klientlar o'zi aktivatsiya qilsa mana. Aktivatsiya ham bo'lmagan. Mashinadan o'tsanglar aktivatsiya bo'ladi, garantiyasi ketadi. New deb yozib qo'yganmiz. Mana 256 ha Yevropa region, batareya yomkisi 100. Imeykasini ham даже ko'ra olmaganmiz mana buni. 16 Pro Max li. Buni narxiga kelgan bo'lsak, $1175 qilib beramiz. Buni yangisi xuddi shunaqa korobkaligi $1230, $1240 gacha ham sotilyapti. Buni BUsiga ishlatilganiga kelgan bo'lsa, $1120 sotilyapti. Ya'ni kimdir 100 marta zaryadga qo'yib ishlatganini $1120 dan olganinglardan ko'ra bizdan ham 0 sikllarini yangi aktivatsiya qilinmagan no aktivlarni 1175 dan olsanglar bo'ladi. Ushbu telefonlar ham garantiya beriladi. Umrbod korobkasi yo'liga garantiya beramiz. Keyinchalik sotib 17 chiqsa alishtirmoqchi bo'lsangiz, o'zimizga olib kelsanglar olib qolamiz. Bularni ham variantga qilib beramiz. Pastki nomerlarga yozsanglar, hisob-kitob qilib beramiz. Pastda 4 ta nomer qoldiraman. Mana shu yerda ham chiqadi. Bemalol qo'ng'iroq qilib yozaveringlar bizga. O'sha baribir maslahat bergani mana X li. Hech kimda yo'q past. Ko'rib ko'zim mani qurnab ketyapti. Nima deyishadi? Shunaqa X larni qaranglar turishini. Mana X. Ayniqsa 12 versiyaligini o'zim tutkim kelyapti baru. Bunaqasini ochib plonkasini ochib qo'ymaydi ham. Qiz bola olib turaversin. Shu mash bizning telefonlarda, ha, mana bunaqa pikselimiz ham bor. Kimga kerak bo'lsa, o'zim ishlataman hozir. O'zim olib qolaman deyapman. O'rtog'im, "Yo'q, sotinglar" deyapti. Zo'r telefon mana. Ochilib yopilgan. Bunaqa Nokialar ham bor. Bizda har xil Windows telefonlar korpuslar qo'shib kerak bunaqa. Kim ko'rgan bunaqa Windows? Instagramga qo'yuvdik, modeli nima deb, ko'pchilik topa olmadi ham modelini. Yaqin kelishib topish olmadi. Ishlashini qaranglar. Nomini topganga priz bor. Telefoniga chexol stekl bepul qilib beramiz. Shunda tekinga. Nomini menimcha ko'pchilik topa olmaydi. Mana shu bizning telefonlarda hurmatli obunachilar, bizga bemalol obuna bo'lib kuzatib boringlar. Sizlar bilan Ulug'bek bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Joylashuvimiz Malika bozori 15-do'kon, iTrend do'koni. Variant rassrochkaga bizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Telegramimizga obuna bo'lib qo'yinglar.